Hurmatli akalar, endi sal kattaroq buqalar qatoridamiz. Boqma buqalarni ko'proq ko'rsatib o'taman. Boqma buqalardan. Hammaga assalomu alaykum. Salohiddin Uz kanalining aziz obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan birodarlar, chorva ishqozlari, YouTube ishqozlari, hammalariga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga payshanba 21 noyabr akalar, biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bog'dod chorva bozoridamiz. Xohlasa yemga tayyor olib borib, yemga tashlayman, yemlab boqaman degan akalarimiz uchun maxsus video rolik bo'ladi. Xudo xolisa, semiz buqalar ko'p kirmas ekan, asostonni mana bunaqa yemga tayyor boqma buqalardan kelar ekan. Akalar, to'rttasi 48 million so'mga baraka bo'ldi. Mana shu birinchisi bo'lsa, naryoqda mana bu birinchisi, mana bu ikkinchisi, narigi uchinchisi akalar. To'rttasi. Mana Leta 250-260 dan kam kelmaydi mana shuni ham. Qizilni ham tirik vazni mana shu. Shunaqa. Dedim aytgan bitta baraka bo'ldi, bog'lab ketishgan, o'shalarni ham ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana ham 13 milliondan oshiqroqqa baraka bo'libdi. Mana shu. Mana shu. Yondan o'tib ko'rsataman. Nomerlarni bergan akalarimizdan qoldirib o'tib ketishga harakat qilaman do'stlar. O'zimizni mesni buqalar bular. Bolasidan ekanda jonivor. Gideta 300 kilo nari berisi bo'lsa kerak, 300 kiloni atrofida. 300 kilodan kam kelmaydi mana bu. Katta novas ekanda. Chetdeganda. Shuna qilib suvdan olamiz akalar. O, suvda bo'lyapti naryoqda. Suvdasi mana, suvdan. Aka nech pul oldi? 16 million 300 bo'pti. 16 million 300. Mana o'sha baraka. Aka nech pul savdosi? Savdoga baraka. 11 million 350. 11 million 350. Rahmat. 11 million 350 ga. O'sha baraka bo'ldi. Jonivorda qaranglar. Baraka bo'ldimi o'sha? Nasib qilsin ilohim. 11 million 350 ga mana ketdi o'sha. Novoscha, xudo xolasa yemga tayyorda. Avval yemga tashlasa bo'laveradi akalar. Kecha uzoqroq boqish kerak-da buni. 6 oyga yaqin boqish kerak, adashmasam. 4 oyda pishib yormaydi. Shu 6 oylarda xudo xolasa tayyor bo'lib qoladi. Inshaalloh. 300 kiloga yaqin, 280, 290, balkim og'ir o'tiradi. 300 ham kelib qolishi mumkin, do'stlar. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraman. O'zimizning mesni buqalar ko'p kirar ekan bu yerga. Mana uchoviga jonivor, o'zimizning mesnilarga. Bu yoqda olaga ham savdo bo'lyapti. Bu tomonda mana shunga. Olani ko'rsataymi, olani. Jonivorni qaranglar. Aka, nech pul berdingiz savdoga baraka? 12,5. 12,5 millionga savdosi bo'lyapti. Do'stlar, mana shuni ham 12,5 millionga berilgan yo'q. O'zimizning mesniga qoladi. Mana qaysingadir savdo qilishadi bu yoqda. O'sha baraka bo'ldi. Nech pulga baraka bo'ldi? Qaysi bir? 11 million. 11 millionga ketdi mana shu buqa. Mana. Jonivor. Toshi bilmadim necha kilo keladi. 250 bo'lsa kerak jonivor. 250 mi, 260 mi? Plus minus. Yana bilmadim do'stlar. Ko'z bilan ko'rib biladigan akalarimiz 11 ga to'pato'g'ri. 11 ga ketdi. 11 ga ketdi do'stlar mana. Ko'ringlarchi, keyingisini olasini. Akam nech pul savdo qildi Novosda? 9,5 Salohiddin Uz aka. Salohiddin Uz 9,5 million so'mga. Barakasini bersin. Bermadingizmi? 10 ga beraverasiz. Nomerni berasizmi? Bering nomerni. 97lik 716 96 95. Uyda bormi? Bor, sotiladigan-a? Bozorni bersin. Mana do'stlar, 120 plus minus bo'ylari 250 dan atrofida bo'lsa kerak, jivoy bersa ham 250 chiqadimi? Chiqib ham qolishi mumkin, pamoyim do'stlar, 250 da atrofida. Xo'sh. Ketdi. Sal kattarog'idan ko'rsataman endi boqmalar. Chicha kattarog'i ham chiqib bo'lar ekan. Mana bu yerda mana ikkoviga, bitta mana unga savdo bo'lyapti akalar. Mana savdoni olaylikmi? Qorasini. Qorani ko'ringlar, jonivor. Rosa yemni tashlaydigan novvos mashina. Nech pul berdingiz aka savdoga? 29 million ikkovi. Ha, 29 million, rahmat. 29 millionga akalar. Salohiddin Uz 29 millionga mashin bilan mana shunga savdo bo'lyapti o'sha yerda. Akalarimiz.
Ko'ringlarchi. Mana. Bo'ldi. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar, qo'yilgan nomerlarga akalar. 29 millionga mashin bilan mashinga savdo bo'lyapti. Jivoy Veslar akalar 350 dan kam kelmasa kerak mashinaki. 330, 340 o'shan atrofida nari berisi kelaveradi. Uzun ekan bu. Bo'y uzun, katta mol ekan. Ko'ringlarchi. Mashin ko'rini ko'rsatib o'raymi? Mana savdo. Yarimmi? Yarim emasda, ziyonda. 200 ziyoniga so'rayapti. Men mayli ziyon qilmayman. 20 million 300 mi? 20 million 300? Ikkoviga. 20 million 300 ga. Bor. Men sotdim, bor. Men sotdim. Aka. Voy, ana shu qay bo'ldi bor. 20 million 300 ga akalar. Yetidan keyin qo'lingizni tushirdi. Yetidan keyin yana qo'lingizni tushirdi. Bor aka, gapirib qo'ydim. Bering. 300 ga bor. Voy. Siz olamayman bor. Do'stlar 20 million 300 mashinga ikkoviga savdosi bo'lyapti. Ko'ringlarchi. Baraka bo'lsa barakani ko'rsatib o'ramiz, xudo xolasa. Bu yerda kilolari necha kilo aylanadi hozir plus minus? Men bilmayman kilosini, foyda ziyonni bilaman. 270 kilo chiqsa kerak har birova. 270 plus minusdan ko'ryapman, yana bilmadim akalar. Bilganlar kommentariyaga yozaverasizlar. 250 og'ir o'tiradi lekin aniq. Ikkovi ham katta novoslar ekanda. Mana savdolari. Ketdiganda barakalarni ko'rsatamiz. Manalar necha pul, qancha xullas. Sotilgan variantlardan ko'rsatib qo'yaman. Necha pul baraka bo'lganlarni. Hammasini sekin. Baraka bo'ldi aka bu. 13,5 million qilyapti. 13,5 million. 13,5 million qilinyapti ekan. Belga yo'q ekan. 13,5 millionga. Nomer qoldiraylikmi? Yo'q, aka, nomer yo'q. Ishi bermasa, rahmat. Mana mashinga ham savdo bo'lyapti do'stlar. Bozorda bitta narsasi yaxshi ekan, boqma buqalar syomka qilish kecha udobniroq ekan. Xoli turar ekanda, bozorlar lekin akkuratni joylashgan ekan. Mana birinchi marta kelib syomka qilishim. Ko'ryapsizlarmi? Riyadda boqma buqa olaman deganlar ham bemalol kelaverasizlar. Talpa bas ekanda, xoli bemalol savdoni qilib, ko'rib, olsa bo'laverar ekan. Riyad qilib, adden tartibli joylangan ekan. Yaxshi. Necha pul berdi, Sojibo? 25. Ikkovigami? Bittami? 25. 25 millionga. Mana. 25 million do'stlar. Bilmayman necha kilo keladi mana shu qorani tirik vazn akalar. 300 ne yaqin bo'lsa kerak, yana plus minus bilmadim. Bilganlar har doimgidek kommentariyaga mana shu minutini ko'rib, mana shu minutdagi mol moncha deb yozib ketaverasizlar akalar. Mana. Do'stlar 18 million 700 mingga baraka bo'lgan bu jonivor. Olov go'sht bo'lib qo'ygan semizidan. Olib borib so'ysa ham bo'laveradi, yemga tashlasa ham bo'laveradi buni ham akalar. Olov go'sht bo'lib qo'yganlar, mana. 400 aniq og'ir o'tiradi. Niqaganda bu jonivor yaxshi boqilgan ekan. Kengilarni, kattalarni ko'rsatib qo'yaman, baraka. Bu sotildimi aka bu? Sotamiz. Necha pul savdo qildi buni? 15,7 qilyapti. 15,7 mi? 15,7 ga bermadingiz. Bermadi. 15,7 ga berilmadi do'stlar. Kura buzmagan bu hali. Kura bormi? Bormi? Kura buzgan ekan do'stlar. Nomer berasizmi? Qiziqqanlarga boqamiz. Yo'qamiz aka. Bozorni bersin. Rahmat. Mana. Beti yaxshi ekanda, buni ham beti o'rtacha. Tak. 15 gami? 700 mi? 15 million 700 bu berishmadi akamiz mashina. Bo'ydor ekan, ammo rosa boqadigan ekanda jonivorni. Suvlanib, rosa chiroyli bo'lib qoldi. 350 plus minus bo'lsa kerak. Aka, necha pul bo'ldi bu? 21?
21 million deyapti adar akamiz. Barakasini bersin. 21 ketdi. Bo'yin zavorti nargina bor. Bo'yinlari chiroyli semirgan ekan. Shunaqa hurmatli obunachilar, biz qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Laykni bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Salohiddin